S24 Ultra yoki S25 Ultra qaysi biri yaxshiroq ekan? Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Samsung S25 Ultra va S24 Ultra ni solishtirib ko'ramiz. Internetda S25 Ultra ni maqtashmayapti, hattoki S24 Ultra ga qaraganda kamchiliklari ham bor deyapti. Bugun sizlar bilan ikkita telefonni solishtirib ko'ramiz va qanaqa kamchilik ekanini aniqlashtirib chiqamiz. Samsung 3 yildan beri dizaynni almashtirmayapti, lekin 25 Ultra da yangiliklar paydo bo'lgan. Ulardan bittasi bu korpusi dumaloqroq, sulliroq qilishgan. Endi 24 Ultra, 23 Ultra ga o'xshagan burchaklari o'tkir emas, silliq va qo'lga yoqimli bo'ladi. S25 Ultra ni ekranida ham farqi bor, ramkalari ingichkaroq va ekrani yorqinroq bo'lgan. S24 Ultra 608 dyumli Dynamic AMOLED ekranga ega. 1940 razresheniyali 120 Hz li ekran Corning Gorilla Armor bilan himoyalangan. S25 Ultra ning ekranini ramkalari ingichkalashtirilgan va HDR effekti yaxshilangan. Endi protsessor va ishlash tezligiga o'tsak. S24 Ultra da Snapdragon 8 3-pokoleniyasi o'rnatilgan, S25 Ultra da Snapdragon 8 4-pokoleniyasi o'rnatilgan. Ishlashida katta farq sezilmaydi deyishlar mumkin, lekin ishlatgan odamlar farqini juda ham yaxshi sezyapti. Telefon tezroq ishlayapti, swipe'lari tezroq o'tyapti, ilovalarni tezroq ochyapti. Bu chiplar telefonlarning faqat tezligiga emas, hattoki olinayotgan rasmlarni sifatini ham kattalashtirib beradi va sun'iy intellektni ishlashiga ham yordam beradi. Kameraga keladigan bo'lsak, katta farq bormikin? S24 Ultra da 200 megapikselli asosiy kamera, 50 megapikselli 5x kamera, 10 megapikselli 3x kamera va 12 megapikselli ultra keng kamerasi. S25 Ultra ga 50 megapikselli kameraning o'rniga yangi sensor qo'yilgan. Sun'iy intellekt orqali rasmlarning sifatini yaxshilab beryapti. Batareykaga keladigan bo'lsak, ikkalasining ham hajmi teng, ikkalasi ham 5000 mAh, lekin S25 Ultra da yangi sun'iy intellekt orqali optimizatsiya bo'lgani uchun uni batareykasi sal ko'proq yashaydi. Muhim narsa, Samsung yangi narsalarni har 2 yil qo'shadi. O'shanga S24 Ultra bilan S25 Ultra ni juda katta farqi sezilmasligi mumkin. O'shanga S24 Ultra bilan S25 Ultra ni juda katta farqi sezilmasligi mumkin. Narxlarga keladigan bo'lsak, S25 Ultra qimmatroq, S25 Ultra $1040 dan boshlanadi, S24 Ultra $850 dan boshlanadi. Narxlar to'g'risida gapirib o'tib ketdik. Endi hamma aytayotgan kamchiligini biz ham topdik. Qo'limda hozir S24 Ultra. Hammamiz bilamiz, bunga S Pen qo'shilgan, Note pokoleniyada bo'lardi bu S Pen. Endi Ultra pokoleniyaga qo'shilgan. S Penning magiyasi bor. Bunda Bluetooth bo'lgani uchun telefonni boshqarsangiz bo'ladi. Reels ko'rasizmi, TikTok ko'rasizmi, aylantirsangiz bo'lardi, rasmga olsangiz bo'lardi, telefoningizni qo'yib qo'yasiz, distansiyadan bossangiz sizni rasmga olardi. Va juda ko'p qiziqarli funksiyalari bor edi. Nimaga bor edi? 25 Ultra dan S Pen'dagi Bluetooth'ni olib tashlashdi. Endi u S Pen emas, oddiy bir stilusga aylangan. Men unaqa qilishgan bizni ham tushunib yetmadi, internetdagilar ham yetmadi, Samsungga o'zi ham gapirgani yo'q. Lekin fakt bo'lib qoldi. Endi S Pen'imiz yo'q, faqat stilusimiz bor. Aytib o'tilgan narsalarga qaramasdan, S25 Ultra yomon telefon emas. Unda yangi protsessor bo'lgani uchun rostdan ham telefon tezroq ishlayapti. Yangi protsessor kameralarga ham rostdan yordam beryapti. Kameradagi sifat, rasmlarning sifati rostdan ham yaxshiroq. Va sun'iy intellekt yordami bilan telefonni zaryad sarflashi ancha optimizatsiyalashtirilgan. Telefon sal ko'proq batareyka ushlab beryapti. Xulosaga keladigan bo'lsak, agarda S24 Ultra oladigan bo'lsanglar, bu hali ham aktualniy telefon, deyarli hamma yangi funksiyalar bor bunda ham, lekin narxi arzonroq. S25 Ultra to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yangiroq dizayn qilayotgan bo'lsanglar, agarda telefon tezroq ishlashni xohlayotgan bo'lsanglar, batareyka sal ko'proq ishlab berishni xohlayotgan bo'lsanglar va ramkalarni ingichkarog'ini xohlasanglar, S25 Ultra ga nazar tashlaganingiz yaxshi. Aytganimdek, unda ekrani ham sal yorug'roq va tiniqroq ishlab beradi. Agarda S24 Ultra yoki S25 Ultra olmoqchi bo'lsanglar, Profon do'koniga murojaat qilinglar. Bizda eng arzon narxlar, halol nasiya savdo va har bitta telefonimizga garantiyamiz bor. Sizlar bilan Profon do'koni edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha